Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajr va savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Birodarlar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mashina ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta oshib o'tirishda tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozni tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chil yurakdan subhanallohdan bir marta aytsak shu ham tunay bo'ladi. Xufton namozdan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tunay bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirishda turib bizda tunay deganda deydi odamlar. Chunki tunay deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda 12 dami, 1 dami, 1 soat, yarim soat uxlab olishlik tunayni yo'q qilib qo'ymaydi birodar. Hayoli bu yoqda bo'lib turib, bunaqa tasbih aytgandan keyin birodarlar yarim soat damini olib, yana bir xushyor turib tasbih tahlilda bo'lgan to'g'riroq bo'ladi. Demak, Alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi. Bu 1000 oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz. G'animat bilaylik. 365 kun uxlaymiz. Ishonaveringlar. 8 rakatdan keyin, haravadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa, kallamizda jichi hisob qilaylik. 365 kun qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizdan. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz shu sarflab qo'yaylik. 365 kun televizorda quchoqlab yotibmiz. Birar kun shu televizorda talag'ini berib, birar kun Alloh shu bir qoyil bo'laylik. Avvalgi ummatlarda umrlari uzoqligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgandan keyin Parvardigorim, meni ummatimni umrlari qisqa ekan. Ularni ibodat qilishlikka, savob orttirishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda Alloh taolo mana shu qadr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi. 1000 yil yashagan odam birodar 1000 yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi. Endi 60 yil yashab turib, 60 yil gunoh qilishlikka xavf turib, 1000 yillik savobni bir kechada beradigan bo'lsa, bu fazilat kimga berilgan? Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam ummatiga berilgan. Demak, qaysinisi to'g'ri bo'lganda ham albatta bu tunni ulug' tun ekanligiga ishora bo'ladi. Akalar, opalar, biz ham uyimiz bitishiga yordam beringlar. Umrbod duo qilib o'tamiz. Hammalarning kirib kelgan Ramazon oyidan shu oyda shu bolalarga ta'limni boshladik. Mana ro'za kunlarida savob bo'ladi. Mana shu qizimga yordam beringlar, uylarini bitirishga. Uka, sizni oldingizmi? Meni orzuyim shu uyimiz bitib qolishi. O'zimiz uyimizda yashash. Aka, opam uyimizda yordam beriga duo qilaman. Ramazon oyida savobga terdik bo'ladi. Bu oyda bergan ehtonimiz 1000 barobar yoziladi. Shu uyga bitta git obedaynam. Jannatda uylar bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun +996 778 bilan 5240 mana shu nomerlarimizda WhatsApp, Telegramimiz bor. Laylatul qadr xayrun min va ma adraka ma laylatul qadr. Qadr kechasi qandoq kun ekanligini qayerdan bilasiz? Sizga nima bildirdi? Alloh taolo qadr kechasi nimaligini qatdan bilasizlar deyapti. Agar men sizlarga bu narsani bildirmasam. So'ngra mana shu oyni qanday bir ulug' oy ekanligini bizga bayon qilib, Laylatul qadri xayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan afzal. 84 yil yaqin umr. Bu yerda o'tirganlar o'rtacha 60 yil, 70 yil yashasam degan rashyotda olamiz. 80 ga kelishda bir antiqa narsa bo'lib qoldi. Qadr kechasi 1000 oydan afzal. Chunki bu tunda Qur'on nozil bo'lgan kecha. Bu 1000 oy deyishligidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bir qancha hadislarda vorid bo'lgan. Qadim zamonlarda bir podshohni dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hukm qilib beradi. 1000 ta o'g'li bo'lgan. Har bitta o'g'lini har oyda jihodga jo'natardi. Har oyda bitta bolasi shahid bo'ladi. Keyingisini tayyorlardi, jihodga chiqaradi. 1000 oyda 1000 ta o'g'li shahid bo'lib tugadi. So'ngra o'zi chiqdi va o'zi ham shahid bo'ldi. Mana shu narsani Rasululloh aytib berganida sahobalar ta'jjubga tushdi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qissani eshitib xalos qilayotgan sahobalarga qarab turib, bundan ham afzal bo'lgan amalni aytaymidir. Qadr kechasi
Alloh taolodan savob umidida namozda, tasbihda, tahlilda, zikrda qoyim bo'lgan kishini qilgan ibodatining savobi 1000 ta bolasini shahid qilgan podshoni savobidan ko'ra ko'proq bo'ladi. 83 yil, 84 yil tinmasdan ibodat qilgan odam qancha savobga ega bo'lsa, Qadr kechasini topgan kishiga undan ko'ra ziyoda savoblar ato qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kuni Banu Isroil payg'ambarlardan bo'lgan 4 tasi Ayyub, Zakariya, Huzalqir va Yusha ibn Nun alayhissalomlarga aytib turib, bular 80 yil Allohga ibodat qildi, shu 80 yil ichida bir marta ham gunoh qilishmadi dedi. Sahobalar taajjubga kirdi, havas qilishdi. Shunda payg'ambarimiz Qadr kechasida qilingan ibodat 80 yil gunoh qilmasdan ibodat qilgandan savobi ko'p bo'ladi dedi. Birodarlar, mana shu kechada o'tiribmiz inshaalloh. Qadr kechasini alomatlar haqida payg'ambarimizning shunday bir hadislari vorid bo'ladi. Qadr kechasi bo'ladigan kunni quyoshi tog'larni singari chiqadi, issig'i qattiq isitmaydi, issig'i pastroq bo'ladi deydi. Mana endi Ramazonda ham birodarlar qalbimizni davolaydigan bir mavsum ekanligini bilib qo'yaylik. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadis uzat aytadilar: "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu." Ogoh bo'linglar, insonning jasadida bir parcha go'sht bor. Agar shu go'sht tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Agar shu bir parcha go'sht tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Ko'z ham tuzaladi zinodan, harom harishdan, til ham tuzaladi, quloq ham tuzaladi, butun jasad tuzaladi. Agar shu bir parcha go'sht tuzalsa. Agar mana shu jasaddagi bir parcha go'sht buzilsa, butun jasad buziladi. Ala va hiyal qalb. Ogoh bo'linglar, bu bir parcha go'sht qalb. Mana birodarlar, Ramazon oyi mana shu qalbni tuzatishligini mavsumi, sezoni. Qaysi qachon xufton namozda buncha odam yig'iladi? Insof qilaylik-da. Bu oyda hatto namoz o'qimaydigan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin, masjidga osmonasini xohlab kirib keladi. Rahmat. Ulamolar aytadi, qalbni tuzalishligini 5 ta dorisi bor. Birinchisi Qur'on tilovati. Bormi Ramazonda? Hozir nima qilyapmiz? Aytinglar, nima qilyapmiz? Qur'on tilovatida turibmizmi? Bora. Ikkinchisi kamroq ovqat yeyish. Bormi shu narsa? Bormi shu narsa? Bizni oshqozonda Ramazon chiqsa quvnaydi, birodarlar. Xudoga shukr tugadi-ya. Chunki biz qiynab tashlaymiz. Ozroq ovqat yeyishlik kerak, birodarlar. Hozir o'zi saharlik bilan iftorlayapti. Rozimisizlar? Deyarli ishtahangiz ochguncha saharlik vaqti bo'lyapti, duo qilyapmiz, tugayapti. Ikkinchi dorisi kamroq ovqat yeyishlik. Bu ham bor, hammada bo'lmasa ham. Uchinchisi qiyomul laylda turishlik dedi ulamolar. Chunki insonning nafsi uchun eng og'ir bo'lgan narsa va qalbni tarbiyasi uchun eng bir kuchli sanalgan qurol bu qiyomul layl. Turibmizmi qiyomul laylda? 3 ta dorisini qilyapmiz. To'rtinchisi saharlarda tavba tazarru qilishlik. Saharlikka turib bir marta astag'firulloh desak, Parvardigor gunohimni kechir desak, niyat qilyapti, duo qilsak, istig'formi? Alloh taolo o'zining solih bandalarini maqtar ekan, va bil asharihum yastaghfirun. U mening solih bandalarim saharlarda istig'for aytadilar. Bormi bu ham? Bor. 5-inchisi solih kishilarning suhbatida bo'lish. Yaxshi odamlar bilan birga bo'lish. Bu yerda bari yaxshi odamlar o'tiribdi. Shunday iymon qilamiz. Chunki yaxshi odamlar roza tutadi, birodarlar. Yana u yaxshi tutgan roza tutganlarda ichidagi yana ham yaxshiroqlari xatmiga kelib qatnashadi-da. Endi eng zo'rlari vitrda ham jamoat bilan birga o'qib ketadi. Farq qo'ymaylar shu vojibda. Tushunarli-ga? Beshalasi ham bor, qaytaramiz. Birinchisi qalb tuzatishlik uchun Qur'on tilovati. Ikkinchisini aytinglar, kamroq ovqat yeyish. Uchinchisi qiyomul laylda turish. To'rtinchisi saharlarda tavba tazarru istig'for aytishlik. Beshinchisi solih kishilarning suhbatida o'tirishlik. Imom Navoiy mana shu 5 ta doriga 6-sini qo'shib aytadi. Men bittasini qo'shib qo'yaman deydi. Halol luqma deydi. Chunki bu 5alasini qilsak-ku, agar yeyotgan luqmamiz halol bo'lmasa, harom yeyotgan bo'lsak, birorta duoyimiz ijobat bo'lmaydi, birorta amalimiz qabul bo'lmaydi. Birozimiz ham namozimiz ham o'tmaydi.
Chunki insonni jasadi agar harom luqma bilan semirsa, jahannamga loyiq bo'ladi bunday jasad. Shunaliga mana endi hozirgi Ramazon birodarlar shunday mavsum ekanki, ayni qalbni tarbiya qilib olishi mumkin. Qalbni tuzatib olishi mumkin. Mana shu fursatda o'zimizga g'animat deb bilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning tilidan 30 ta qissa. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bu hadis muttafaqun alayh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kana rajulun yusrifu ala nafsihi, falamma khadarahu al-maut qala li banihi idha ana mittu fahriquni thumma tkhununi thumma dharuni fi ar-rih. Fawallahi la in qadara alayya rabbi la yu'azzibannani azaban ma azzabahu ahada." Bir kishi dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p gunoh qilishlik bilan o'zini nafsiga isrof qilar edi. Ko'p gunoh qilardi, isrof tashlagan edi o'zini. O'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda bu kishi o'zining farzandlariga qarab, agar men o'lsam, meni kuydiringlar. So'ngra maydalanglar. Kulimni shamolga sochib yuboringlar. Chunki agar Alloh taolo meni tiriltirsa, hech kimni azoblamagan azob bilan azoblaydi. Gunoh shuncha ko'p, kulini shunday shamolga sochib yuborishligini ba'zi hadislarda dengizga olib borib uloqtiringlar deydi. Falamma mata fu'ila bihi dalik. Payg'ambarimiz aytadilar, ana shu kishi vafot etganidan keyin u aytgan ishini qilishdi. Farzandlari kuydirishdi, kulini shamolga sochishdi. فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعل فإذا هو قائم. Alloh subhanahu va taolo yerga ichindagi undan bo'lgan narsani jamladi. Yer jamladi. Va u butun inson suratida yana qoyim bo'ldi. Faqala ma hamalaka ala ma sana'ata. Bu ishni qilishga seni nima majbur qildi? Nimaga bunday qilding? Qala ya Rabbi khoshyatuka. G'afaralah. Parvardigor sendan bo'lgan qo'rquv meni shunday qilishga majbur qildi. Bas Alloh uni mana shu qo'rquv uchun kechirdi. Hadisdan olinadigan xulosalar. Har qanday gunoh ko'p bo'lmasin, har qancha bir katta bo'lmasin, modomiki shirk emasmi? Inson tavba qilar ekanmi? Allohning rahmatidan noumid bo'lmasligi kerak. Shayton insonni doim mana shu Alloh taolaning rahmatidan noumid qilishlikka harakat qiladi. Alloh taolo aytadi: "Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat va bashshiris sobirin." Va albatta sizlarni xavf va xatar, ochlik, mol va jon va meva-chevalarni kamaytirish kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Xavf va xatar keladi. Inson noumid bo'lmasligi kerak Allohning rahmatidan. Tushkunlikka tushmaydi mo'minada. Moli dunyosi ketib qoladi. Tushkunlikka tushmaslik kerak. Meva-chevada, tirikchiligida qiyin bo'lib ketadi. Tushkunlikka tushmaslik kerak. Allohning rahmatidan noumid bo'lgan odam o'zini o'zi bo'ladi ozgina qarz bo'lib qolsa. Alloh taolo aytadi yana siz bilan bizga: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ey Muhammad, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting, ya'ni gunohni isrof qilgan, umrini isrof qilgan, yoshligini isrof qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Qarang, boyagi kishi baribir meni Alloh kechirmaydi, tiriltiradigan bo'lsa ham juda qattiq azoblaydi deb turib, kuydirib, kulini ko'kka sovringlardi. Hatto mana shu bandani ham Alloh taolo nima qildi? Kechirdi. Gunohini bitta qilgan emas, ikkita qilgan emas, isrof qilgan gunohni. Endi bu gunohni isrof qilgan banda Allohning rahmatidan noumid bo'lishligi noto'g'ri ish bo'lsa, qanday qilib biz noumid bo'lishimiz kerak? Biz umid qilamiz Alloh taoloning rahmatidan. Bu kishi keyingi qiladigan xulosamiz, bu qilgan ishi bilan Allohning hukmidan, Alloh taolodan qochmoqchi bo'ldi. Qayoqqa qochadi? Allohdan qayoqqa qochsa bo'ladi? Allohning o'ziga. Alloh taolodan qochishlik, ya'ni Alloh taoloning o'ziga bo'ladi, tavba tazarru bilan. Tushunarlimi? Hadisda zikr qilingan odamni ish qilmaslik kerak.
Ammo Alloh taolo seni yo'qdan bor qilgan, kuningni yig'ib qaytadan tikka qilib qo'ya olmaydimi? Hisob kitob qila olmaydimi? Uchinchidan, otalarni johilona odatlari, johilliklari, adashganliklari farzandlarga ham o'tib borar ekan. Otam rahmali shunaqa qilardi deb qo'yadi. Otang rahmali bilamidi o'zi bu narsani to'g'ri-noto'g'riligini. Bizni dadamiz shunaqa qilib bergan. Ota solih bo'lsa, solih odatlar o'tadi bolaga. Agar fosiq bo'lsa, fosiq odatlar o'tadi bolaga. Qilmaysan deydi. Bizga hatmofron qilmaysan deydi. Ota meni dadam ham qilmagan, men ham qilmayman. Buni sen ham qilmaysan deydi. Demak, otalar bolalarga nimani o'rgatayotganimizni qaraylik. Biz nima bo'lsak, bolalarimiz xuddi shu narsa bo'ladi. Beqayapti? Ichkasini. Nima alomati bu? Amakisidan yoki otasidan shu tamakini tortayotganini ko'rgan. Yoki piyolani mushtin ichyaptimi? Ukasi bilan. Piyolaga. Nimani alomati? Kattalardan ko'rgan. Demak, otalardan farzandlarga otalarning to'g'rimi, noto'g'rimi odatlari nima qilar ekan? O'tar ekan. Alloh taolo to'rtinchidan Alloh taolo tiritilishga qodir zot. Chunki yerga sening ichingdagi undan bo'lgan narsani nima qildi? Jamladi. Ha. Man yuhil izoma va hiya ramim dedi Utba ibn Romiya payg'ambarimiz ekan. Bir odamni suyagini olib, chirigan suyagini olib, mayda-mayda qilib uqalab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak yuziga otdi. Man yuhil izoma va hiya kim bu suya chirib yo'q turpa olib ketgandan keyin ko'rib ketgandan keyin tiriltiradi? Ha, boshida yo'q narsadan bor qilgan zot qaytadan nima qiladi? Yozib qo'yaradi. Siz bilan bizni gunoh ma'siyat qilishdan nima to'sadi? Xuddi shu narsa to'sadi. Xuddi shu narsaga bo'lgan iymon to'sadi. Chunki ertaga Alloh bizni tikka qilib qo'yib nima qiladi? So'roq savol qiladi. Ha, Alloh bor senga ham deb qo'yasiz-ku. Va mana shu gapingiz qalbingizga taskin beradi. Ha, senga ham Alloh bor deb qo'yasiz. Badi'us samawati val ard va idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. U yer va osmonlarni paydo qilguvchidir. Biron ishni hukm qilsa, unga faqatgina bo'l deydi, bas u ish bo'ladi. Alloh taoloning rahmati birodarlar, Alloh taoloning rahmati azobidan o'zib ketgan. Imom Buxoriy va Muslimdan keltirgan hadisni o'qiymiz va nihoyasimiz darsimizga. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Inna Alloha kataba kitaban qabla an yakhluqal xalq. Inna rahmati sabaqat g'adabi va huwa maktubun 'indahu fawqal arsh. Diqqat qilamiz. Alloh taolo maxluqotlarini hali yaratmasidan avval mening rahmatim g'azabimdan o'zib ketgan deb arshiga yozib qo'ygan deyapti payg'ambarimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotini qarasak, ummatiga faqatgina rahmatni, yengillikni, islomni olib kelgan. Bilib qo'yinglar ko'ra. Shiddat qilyapmizmi? Shu ushlagan narsamiz bilan qavmning ichida ajralib qolyapmizmi? Bizdan odamlar bezib qochyaptimi? Biz odamlarni boshini bir qilishda o'rniga bo'linishlikka sabab bo'lyapmizmi? Odamlarning ichida turganimizda hammasiga nisbatan opozitsiyada turibmizmi? Demak, biz dinni tushunmayapmiz. Odamlarni hidoyatga tortishlikda o'rniga odamlar sizdan qochib bezib turibdi. Mana shunaqa bo'lmagan bolam deydi. Onamda qabul deydi. Tushunarlimi birodarlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inshoollohdagi jumada kelsalar eshitasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror banda, musulmon odam gunoh ish qilsa, shuni had qo'llashlikda iloji boricha chetga surgan ekan. Ajib hadislar. Oranglarda biror hadga loyiq ish qilsa, gunohga yarasha jazolanishlikka, kesishlikmi, toshbo'ronmi, qatl iloji boricha avf qilib yopib qo'yinglar. Chunki meni oldimga kelsa, jazoni qo'llashlik vojib bo'lib qoladi, deyapti. Ya Rasululloh, zino qildim deb keldi bir ayol. Achchiqlar toshbo'ron qiladi dedim, yo'q. Zino qilmagandirsan, bir ungacha bo'lgan ish qilgandirsan, yo'q, zino qildim deb. Ayol kishi. Qalam siyohdonga tushganda tushdimi deb. Tushdi deb. Bor homila bor yo'ligini bilib keladi.
tanib turibdi. Qarang, jazoga aniq, lekin payg'ambarimiz rahmat qilyaptiki, shu istiqborasi qolib ketsin, Alloh taolo yopsa, oxiratda Alloh taolo buni hisob-kitob qilmaydi. Alloh taolo yopib qo'ygan ishni qiyomatda ochmaydi. Keldi, Rasululloh homilalar bo'lib qolgan deb, boq kuchi yurib keladi. Bizdami? Biz hali isbotlanmasdan turib, esinglar bu furofosiq u munofiq u 200lamachi u. Ular mana qiladi. Ular keldi. Bor tuxulinchi yurib keldi. Tug'ib qaytib keldi. O'lida bolasi bor. Bor sutdan chiqishi yurib keladi. Payg'ambarimiz jazoda qo'llashni nima qilyapti? Chetga cho'zyapti, suryapti, shu kimning istiqborasi toshbo'ron qilmay oxiri bolasi non yeydigan bo'lganda yetalab keldi. Payg'ambarimiz aytgan toshbo'ron qilinglar dedi. Bizda shu rahmat bormi? Shuning uchun birodarlar, biz dinga ushladikda, musulmonchilikka amal qilyapmiz-da, ilm o'qiyapmiz-da, bo'linishga sabab bo'layotgan bo'lsak, juda katta noto'g'ri ish qilyapmiz. So'zimning nihoyasi Imom Shofiy yoki Imom Molikning gaplar. Hozir ikkalasidan bittasini gapi, lekin aniq shu imom mazhab boshlaridan bittasini gapi. Bir mazhab hukmron bo'lib turgan yurtga boshqa mazhabda fatvosini olib kelib aytishlik juda katta xato degan ekan. Qaytaraman, yaxshiroq tushunib olinglar, hazm qilib olinglar. Biz yurtda Imom Azam Hanafiy mazhabi hukm surib turibdi 1000 yillardan beri. Bir mazhab bilan yashayotgan yurtga boshqa yurtni mazhabini, fatvosini olib kelib aytishlik katta xato degan ekan mazhab boshliqlar. Imom Shofiy rahmatullohi alayh Kufaga kelganida Imom Azamning masjidiga kirib turib, Shofiy mazhabi bo'yicha emas, Hanafiy mazhabi bo'yicha namoz o'qiganda, qarang, mazhab boshchisi. "Ey ustoz, mazhabingizni almashtirdingizmi?" deb so'rashdi. Imom Shofiy rahmatullohi alayh yo'q dedi. Mana bu maqomning egasiga bo'lgan hurmat yuzasidan shu kishining mazhabi bo'yicha namoz o'qidim dedi. Birodarlar, boshqa yurtni fatvosini olib kelib aytib edi, fitna qilayotgan. Aytinglarchi, Imom Shofiydan bilimdorroqmisizlar? Biz bu gaplarni-chi, yana qaytarib aytaman. Mazhab kerak emasmi deb ikkilanayotgan odamlarga aytyapmiz. Mazhab kerak emas deyotganlarga gap, bunaqa gap yo'q. Bularni qaylab tashlaga olib qo'yinglar-da. Bularga gapirgan vaqtimiz ham yo'q, toqatimiz ham yo'q. Faqat ikkilanib ganiyayotgan ukalarimiz bo'lsa, bilib qo'yinglar shu narsa. Shuning uchun ilm o'qiylik gapni qisqasi. Hozir mana biz Ramazonni birinchi 10 kunligida, rahmat 10 kunligida turibmiz. Alloh taolo barchamizni o'z rahmatiga olib, gunohlarimizni mag'firat qilgan bandalardan to'g'ri bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.